Assalomu alaykum, hurmatli qudrat. 500 dollar ular ketdi. Qush ishqibozlari. Ya'ni haqiqiy Oyiga yetgan tayyor. Bizga kirib chiqyapti. Lorika, Noviy Zelandiya qush ishqibozlari bugun Xudo 3 yoshda o'tgan. ajoyib eksklyuzivniy video tayyorlab qo'yganmiz. Shuni bir ko'rishni tavsiya qilamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, qo'llab-quvvatlab videoni do'st birodarlarga jo'natib kanalimizga bitta podpishka qilishga esdan chiqmasin. Sizlar uchun Remeka qushbozorda marg'ilon akalarimiz yangi qush olib kelishdi. Bu ikkinchi haftasi ekan biz ko'rishimiz. Xudo xolasa bularni bir qo'l yoritib berishga harakat qilamiz. Ertaga Qush oldi sotdiga Telegram qudrat gapirmaydi. YouTube, Instagram, TikToklarda bemalol shu gruppalarda sizlarni 2000 dollar. ishlaringizdan oldi sotdilarini qolamiz bemalol. Obuna bo'lishga esdan chiqasiz. Mana bizda bilasizlar haqiqiy qishloqcha video bo'ladi. Ya'ni o'zimiz tilda tushuntiriladi, sodda tilda. Qo'llab turasizlar, davom etamiz. Boshlaymiz biz xudo xolasa. Akamiz, sizlar. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Ishqilablar odam ko'p, uzoqroqdagi videoni boshladik. Hop. Shaqanga toza qushlarimiz kelibdi bozorimizga. Bir qo'r xudo xolasa, buni to'liq berib tutamiz. Polvonim aka. Charchamayapsizmi? Qanaqa qush oldingiz? Endi olamiz. Gap yo'q, charchama. Videoni boshladik bu chekkadan. Videoni ko'rishdan oldin bitta buni qo'yishdan chiqazman. Ma'lumotlarni bir qarakan o'zlaridan olamiz. Aka xush kelibsiz Namanganga. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi aka? Bu qushlar to'g'risida bir qur ma'lumot bersangiz, biz obunachilar yaxshi bo'lardi. Blagorodniy. Blagorodniy. 3 yosh. 2000 dollar. Narxi 2000 dollar. Bular jup parami? Jupta pari tayyor. Bola berishi. Bola kelib qolgan. Bola berish foizi qanchaga taxminan? Bu endi 5 yoshda bolalar edi, 3 yosh bo'lgan ular. O'zi 3 yosh, 5 yoshda bolalar. Ya'ni 2 yil sabr qilgan insonga Xudo xolasa bola beradi. Hop, qaysi bir nar, qaysi bir moda? Qizili ayoli, yashili erkagi. Narga moda. Hop, kuka nar, qizili ayoli. Bu 3 yashar ekan. Hop, ruchnoymi bular? Ruchnoy 100% ruchnoy. 100% ruchnoy. Baqa olsak bo'ladimi, yo'q bo'lmaydimi? Hozir ko'pchilik shu o'rda aka. Ha, ko'pchilik bormi? Bu bari stressga tushadi bu qushlar. Ha, bitirib qo'yordi aka. Stressga tushadi bu qushlar. Shuni hisobga tashqariga mumkin emas ekan. Lekin imkoniyat darajasida ruchnoy aniq 100% qilgan ma'lumotlarni o'zlaridan ham oladilar. Nomerlarni qo'yib ketaman. Hop, buni narxini 2000 dollar kami bor aytilyapti. Qolgan ma'lumotlar o'zlaridan gaplashasizlar, kelishadigan joyi bo'ladi baribir. Bozorimiz necha pul berdi o'z bu yerda? 1800 qilishdi. 1800 ga bermadingiz. Nima 1800 ga bermadingiz? 1850 ga berishlar mumkin. Hop, kakaduvchi 5000 dollar. 11 yosh. 11 yashar. 11 yosh. Bu gapiradi. Привозноmi yo? Yo'q, привозный местный bular. O'zimiz местный. Местный qush ekan, bu привозной emas. 5000 dollar kami bor aytilyapti, lekin rangi, chiqishi bir xil, o'sha chetki bilan bir xil привозной bilan chiqdi, chunki qolganlarni bilsani mana xatida boshqalarda aralashib qolishi mumkin, lekin bunda bir xil oppoqdan oppoqqa o'sha peshonasidagi sariq. O'ziniki bir xil holatda turibdi. Hop, bu ham ruchnoymi? 100% ruchnoy bu. Gapiradigan qaysi bir gapiradi bular? Ayoli gapiradi. Ayoli gapiradi. Mana ayolimi? Ha, papa mamani chaqiradi. Ayoli gapiradi demak. Hop, bularda-chi Bularda erkak gapiradi bularda. Erkak gapiradi. La ilaha illalloh deyapti. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mashaalloh. Hop, gapirar ekan, nari turishini qara. Neresi narimi? Bu erkak ha. Turishini qara, nari. Hop, 5000 dollar kam bor aytilyapti buni. Xudo xolasi buni ana tekshtirilganmi? Nima deydi, urug' foizlari? Ha, tekshirilib, denka qilingan. Denka qilingan. Denkalari bor kesin. Ikkovini ham bor. Buni chasharda bolalaydi. Endi 15 yosh deydi, bilmaysiz, 10 yoshli bolalar desa ham mumkin. Bolaga kelib qolgan, bir-birini boqyapti. Bir-birini boqyapti. Hop, bu joyi qanaqangi bo'lish kerak? Kattaroq bo'lish kerak joy. Imkoniyat darajasi. Eng katta joy bo'lsa yaxshi bo'ladi. Hop, nechiga necha taxminan? Bir-birini oluvchi insonlar joy 1,5 ga 1,5. Eng kichiga. Ha, bo'lmasa katta bo'lsa yana ham yaxshi. Demak, bungacha sharoit. Bu birga 2 joyda turibdi. Hozir yashab turibdi. Birga 2 joyda. Demak, buni imkoniyat darajasida 3 ga 3 qilsa haqiqiy effektini ko'radi. Effekt ko'radi. Chunki bu qanot qoqqanda bir-biriga tegmasdan chiroyli uchish kerak. Hop. Loriketlar. Loriketlar doniga 500 dollar uchish ruchnoy. Uchoq ham ruchnoy 500 dollardan. Ha. Nar moda qaysi biri? Bitta moda, ikkita nar bor bu yerda. Ikkovi nar, bitta moda. Ha. Bozor qancha berdi bunga? 400 dollardan bermadi. 400 dollar shu joyda bermadingiz. 400 dollardan berilmabdi demak, qo'shilsa beriladigan narxlar nisbatan ozgina kelishadigan joyi ko'pdi bularning. Hop, buni qanchaga berilmadi? 4000 ga bermadik akalar. 4000 ga kakadon berilmagan. Namangan shahar o'zida demak, qo'shsa beraman. 4000 dollarga berilmagan.
Bir 200 dollar nari bersa qopdi-da. Ozginasi qoldi. Ozginasi. Ha, bitta o'sib beraveramiz. Xohlasa asosiysi denkasi bor, buni ishonarli qushlar. Yoshi 11 yosh. 11 yashar, o'zimizdan chiqib privozini qushlar. Eng qizig'i, yaxshi tarafini men bilganim, rangi tiniq ekan, bu chachishib ketmagan, rangi tiniq ekan asosiysi. Xo'p, bularnikicha. Anjirelalar Anjirela. privoznoy 2 marta ishlatganmiz. Buni 2 marta ishlatib, 1 marta ishlab keldi. Beleti bir marta ishlagan, nariga 2 marta ishlagan. Xo'p, bular pulicha. 600 dollar bo'lishi Zangorda. Zangori. Beleti bo'lishi 1000 dollar oxiri. Oxiri 1000 dollar. Ha, qo'lga tegdi. Ishdan bola olib chiqqan bular. 4 tadan olib chiqqan. To'rttadan ham chiqadi, men ishlagan 100%, xudo xohlasa. Ha, xudo behijolat. Xudo xohlasa ma'lumotlarni oldagi egalardan yana bir qolgan ma'lumotlar o'zlariga chiqib telefon orqali olishinglar mumkin. Nomeringiz necha? 90lik 90lik 005 005 38 38 32. 32. Marg'ilonda uy. Ha, ma'lum. Marg'ilondagi akamiz uylari qiziqqanlar aloqaga chiqib, yana bormi uyda axir? Yo'q, bori shu. Bori shu. Qo'yinki topib berasiz. So'raganlarga. Ha, topib beraveramiz. O'zlarini qo'lingiz salkam zopar ekanda u ham deyman. Xudo xohlasa topib berar ekanlar, aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Keyingi video xudo xohlasa popugaylardan bo'ladi. Popugay sotiladimi? Sotiladi. Bu qancha puli? Radujida chiqqan, 150 mingdan beraveramiz. 150 ming so'mdan donasi Malado. Hali 4 oylik. Radujdan chiqqan. Xudo xohlasa yaxshi qushlarimiz. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.